Assalomu alaykum YouTube'dagi kuzatuvchilar. Navbatdagi seximizdan video jarayonlarini boshladik. Hozir ish jarayonlarini polnis tanishtirib, darvozalar haqida ma'lumotlar berib o'taman. Videoni boshlashimdan oldin bitta like bilan podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Boshladik. Bu darvozamizni fasoniga kelsak, diplomat fason bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir katta qanotlardan boshlaymiz obzorni. Lazerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal chiqqan. Bu katta qanotimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Sifatini. Profillarimiz chetlari 8 ga 4 da bo'lgan. Ichlarimiz 6 ga 4 da to'qiganmiz ramkalarini. Listlarimiz 2 qavatli polni shumka qilingan. Ikkili stenadagi listlarni qo'yganmiz. Ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Обязательно baribir ruchka bo'ladi. Barcha materiallarni qalinda ishlatganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Tepalarida ham dilalarni qo'yib, bu tepasiga yo dila qo'yish kerak, yo lazer qo'yish kerak. O'shanda juda go'zal chiqadi darvozaning sifati. Mana bunimiz ham katta qanotimiz bo'ladi. Hozir gruntovkani sapib qo'ydik. Обязательно barcha darvozalarimizga gruntovkalarni sapib o'tamiz. Hozir gruntovkasi polni qurib, yaxshi qatib olgandan keyin ustidan kraskani sapamiz. O'shanda juda sifatli chiqadi ishimiz. Ko'rishingiz mumkin, bu kichkina eshigimiz, yonida kalitkasi bo'ladi. Bu ham juda kichkina emas, bo'yi ko'rishingiz mumkin. 8 ga 12 da bo'lgan buni ham. Polni yo'llari, pastlari shivillarda bo'lgan. Mana bunimiz eshigimiz hisoblanadi. Mana buni eshigi. Buni bez eshik yasaganmiz, eshigi yo'q. Chunki yoniga qilib berganmiz chunki. Mana bunimiz tahya qismimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, pastlari shivillar 12 li shivillarda, yonlari 8 ga 12 da yasalgan, qorasida yasalgan, qalinda. Tepalarning lazerlarini ham ko'rishingiz mumkin. Lazerlarni ham ajoyib uslubda yasaganmiz. Buni ham juda go'zal chiqadi. Buni xonadonida, kichkina xonadonlar uchun juda zo'r chiqadi lazer. Yorug' tushmaydigan, havo yaxshi aylanmaydigan joylarda lazer qo'yilsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Havo aylanishini ham yaxshilab beradi. Quyoshga qaragan hovli bo'lsa, quyosh tushishini ham yaxshi qilib beradi darvozaxonada. Buni narxlari keladigan bo'lsak, ikki xil sifatda yasab beramiz. Materiali parashi bor, materiali qalini bor. Har bir klientlarimizga materiali qalinini tavsiya qilamiz, обязательно. Farqi nimada deyishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi bir xil bo'ladi ikkalasida ham, lekin ichki materiallarda farq qiladi. Narxiga yarasha, buni ham juda biladiganlar yaxshi biladi. Arzonroq variant kerak desanglar, arzonroq variant, qimmatroq variant kerak desanglar, qimmatroq, juda go'zal qilib, sifatli qilib yasab beramiz. Endi bu darvozamiz pechat darvoza, ko'rishingiz mumkin. Buni ham kraskalarni sapib qo'ydik. Endi lazer yopishtirish, nerjavega yopishtirish jarayoniga keldik. Hozir buni ham kraskalarni sapib qo'yilgan. Hammer kraska bo'ladi. Bu ancha-munchaga ko'chadan kraska emas, bankovoy kraska bo'ladi. Buni polni 6 ga 4 da ishlaganmiz. Listlarimiz 1.3 da bo'lgan. Razmerimiz kichkina bo'lgani uchun shikalatlarni qo'ymaganmiz. Mana yerda shikalat bo'lishi kerak edi. Katta razmer bo'lsa, ko'p darvozani kuzatadiganlar biladi. Ko'rishingiz mumkin, bu ikkinchi qanotimiz. Mana bu yerlarga lazerlar tushadi. Darvozamiz juda ochadi sifatini. Buni ham narxlari ikki xil variant bo'ladi. List materiallari parashroq, arzonroq varianti bor. Hamma materiallar qalinda bo'lgan, 1.3, profillar ham 1.3 da qalinda bo'lgani bor. Qimmatroq variant bor. Kimga qanaqa variant kerak bo'lsa, o'shanday variantda yasab beraveramiz. Muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz bepul. Darvozaning narxini ichida bo'ladi. Bunda 8 li shivillar ishlatilgan. Yo'llarimiz 8 qalinda bo'lgan bularimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu sherigimiz hisoblanadi. Sherigimizni o'rab qo'ydik. Ikkalasi birga ketadi Surxondaryo viloyatiga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib o'rnatib berish xizmatlarimiz bepul. Darvozaning ichida eng sifatli darvozalar faqat bizda. Manziliga keladigan bo'lsak, manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishloq. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, bemalol har bitta savollaringizga javob berib o'tamiz. Ishxonani kelib ko'radiganlar bo'lsa,
bemalol ishxonamiz sizlar uchun doimo ochiq.